Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar, ingliz tilini o'rganuvchilar. O'ylaymanki, o'tgan darsdagi mavzularimizni takrorlab o'zlashtirdinglar. Uy vazifalarini topib bajarib, yangi so'zlar yodlanyapti. Bugungi bajaradigan ishlarimiz asosan mashqlar ishlashdan iborat bo'ladi. 4-unitimiz oxirgi darsini o'tyapmiz. Demak, mana e'tibor beringlar doskaga. Bugun alfavitni o'tamiz. Alfavit oddiyga o'xshaydi, lekin bu juda ham murakkab, ya'ni juda ham kerakli. Sababi harflarni spell qilganda tez yozib olish uchun, katalogdan o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotni olish uchun alfavit har bir tilni alfavitini bilish zarur. Shu qatorda ingliz tilinikini ham bilishinglar juda ham muhim. Shuning uchun bu darsimizni o'tkazib yubormasdan, bu alfavit ekan buni bilaman-ku deb o'tkazib yubormasdan, bu mavzu juda ham kerakli mavzuligini bilib olasiz. Shuning uchun albatta birinchi alfavitni o'zini eshitib takrorlab olamiz. Alfavitni shunday qilib takrorlaylarki, har bitta harfni aytganda orqasidan qaytarib ketinglar. O'zi qisqagina pauza qiladi. A, B, C qilib har eshitganingiz orqasidan qaytarib ketasiz. Marhamat. The alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yaxshi, mana alfavitni eshitib, takrorlab chiqdik. Endi uni o'zingizlar mustaqil tarzda 1-2 marta o'qib mashq qilinglar. Nomi esingizlardan chiqib qolgan bo'lsa, orqaga qaytarsanglar, hozir o'qigan audio yozuvimiz bor, shundan yana qaytarib nomini bilib olasiz. Qayta buni eshitib, qayta mashq qilib, alfavitni yodlab, bemalol o'qiydigan har bitta harfni ko'rsangiz, uni nomi nimaligini biladigan bo'linglar. Masalan, P harfimizni ko'rganingizda hech qachon siz bu P demang. P. Undan keyin harfimizni ko'rganda hech qachon buni Q demang. Buni o'zining nomi bor. Q. Shu tarzda har bitta harfni ko'rsangiz, adashmasdan aytadigan bo'lgunizcha buni qaytarib mashq qiling. Endi keyingi mashqimiz asosan tovushlar. Alfavitdagi harflarni nomlanishi guruhlar bo'yicha bo'lib chiqqan. Mana e'tibor bering mana. Mana bu ikki chiziq transkripsiya va u faqat tovushni bildiradi. Tovushni o'qilishi. Bu yerda harf aralashtirmay turamiz. Masalan, birinchi transkripsiyamiz bu A. Ikkinchi transkripsiyamiz bu E. E, I, O, U, A. Endi A tovushini qaysi harflar o'z ichiga olgan? Bular A, H, J, K. Qaranglar, e'tibor bersanglar, har bitta harfning ichida mana shu A ni beruvchi tovush o'zida mujassam. Qolganlari ham xuddi shunaqa. Kelinglar, listen and repeat qilamiz buni, practice qilamiz. Eshitamiz, takrorlaymiz va yodda saqlab qolamiz. Marhamat. A, H,
J, K, E, B, C, D, E, G, P, T, V, F, L, M, N, S, X, Z, I, Y, O, O, U, Q, U, W, R, R, Yaxshi, mana eshitib, takrorlab oldik. Endi keyingi mashqqa o'tishdan oldin sizlarga yangi iborani o'rgatamiz. How do you spell? How do you spell dan keyin bironta so'z qo'ysak, mana shu so'zni sen qanday harflab ayta olasan? How do you spell the word pencil? Pencil so'zini qanday spell qilamiz? Ko'proq bu spell bizdagi ishlatiladi, ism va familiyani yozishda ishlatiladi. Chunki bilamiz, ingliz tilida so'zlar qanday aytilsa shunday yozilmaydi. Hattoki hozirgi kunda o'zbek tilida ham ismlar har xil yoziladi aytilishi bo'yicha. Masalan, Hoshim degan ism bo'lsa, u ba'zilarning ismini yumshoq x bilan, ba'zilarnikini qattiq x tovushi bilan yozilib qolgan. Hoshim o'zi aslida mening bilishimcha yumshoq talaffuz qilinadi. Lekin hozir biz lotin alifbosiga asoslangan o'zbek alifboyimizda uni ba'zan x tarzidagi x bilan, ba'zan h tarzidagi bilan beriladi. Shuning uchun o'zbek tilida ham buni harflab aytishga hozir spell qilishga ehtiyoj tug'ilyapti. Ingliz tilida bu juda ham busiz iloji yo'q. Chunki har bitta so'z har xil talaffuz qilinishi mumkin. Shuning uchun how do you spell your first name desa, siz ismingizni qanday harflab aytasiz? Masalan, how do you spell your first name degan sizga savol berilsa, siz o'zingiz ismingizni harflab aytishingiz kerak. Masalan, men bo'lsa, Arabjon bo'lsa, A, R, A, B, J, O, N tarzda aytib berishim kerak. Yoki how do you spell your surname deyish mumkin. Familiyangizni qanday aytasiz? Familiyangizni, ismingizni spell qilish juda ko'p joyda talab qilinadi ingliz tilida intervyu berayotganingizda. Buning uchun albatta buning uchun albatta spelling, alfavitni yaxshi bilish kerak. Undan tashqari, alfavitni yaxshi bilish yana bir tomoni, spell qilinayotgan ma'lumotni to'g'ri yozishingiz uchun siz uni bilishingiz kerak. Shuning uchun alfavitni yaxshilab mashq qilishimiz zarur. Hozir 3-mashqimizga qaytamiz. Men audio yozuvni qo'yaman, sizlar 5 ta, birinchisini o'z namuna tarzida bajargan, 4 ta ism familiyani tezda spellingga asoslanib daftaringlarga yozishinglar kerak bo'ladi. Marhamat. Mana shu how do you spell degan mashqimizni bajarishda yana sizlarga bitta podskaska, yana bitta sizlar uchun ma'lumot. How do you spell degandan keyin ismini aytishni boshlaganda sizlar harfni tezda yozib bo'lishinglar kerak. Eshitdinglarmi? Sirasi yozib bo'lishinglar kerak. Va keyingi harfni aytguncha tayyor holatda turishinglar kerak. Masalan, qaranglar. What's your name? Annie Taylor. How do you spell your first name? A N N I E. How do you Bo'ldi. spell your surname? Bu joyda yana bitta joyi borki, Annie Taylor deyapti. Masalan, siz bu ismni taxminan bilasiz. Annie yozilishini o'tdik. Taxminan birinchi harf A. Shuni yozishga tayyor turing-da. Masalan,
John degan ismni spell qilayotgan bo'lsa, taxminan bilasiz, u yoki bu bo'lishi mumkin, masalan. J tovushini shu ikki harf beradi. Taxminan shu. Yozishga tayyor holatda turingda. Va aytilgandan keyin n dedimi, sraz yozing. Eshitib n. Ha, bo'ldi, n ekan deb mana qilib n yozguningizcha keyingi harfni aytib o'tib ketadi. Uje bitta harfda qolib ketdingizmi, qolganini uje yoza olmay, ulgurmay qolasiz. Endi yana bitta podskaska esingizdan chiqib qoldi. Aytaylik, yozayotgan paytingizda What's your name? qarab turing. Annie Taylor. How do you spell your first name? A. Mana shu e ni eshitmay qoldingiz endi. E ni eshitmay qoldingiz. Yoki e deganda bumi yoki bumi deb masalan adashib qoldingiz. Shuni o'ylab o'tirmasdan, uje keyingi eshitganingizni yozavering. Masalan mana. N. I. Ayda ham esimdan chiqib qoldi deylik. How do you Mana spell your surname? eshitganingizni yozavering. T. Chunki eshitganingizni yozganingizda keyin qolganini chiqarib olasiz. Masalan, endi aytayotganingizda uje qaysidir bitta harf o'tib ketdi va uni o'ylab o'tirib, keyingi kelgan harflarni qoldirib ketmang. Bo'sh joy tashlab keting, bo'ldi. Tushunmagan yo ulgurmagan harfingizga bo'sh joy tashlab, keyingisini siraz yozib keting. Shunda keyin mashqni bajarasiz. Chunki shunda qolganini qolib ketgan harflarini o'zingiz o'ylab yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu faqat mana shu mashqimizga oid emas-da. Umuman olganda xuddi shunaqa spellingda name'larni yozishda shu usuldan foydalaning. Marhamat. 1. What's your name? Annie Taylor. How do you spell your first name? A. N. N. I. E. How do you spell your surname? T. A. Y. L. O. R. 2. What's your name? Quentin Wrexham. How do you spell your first name? Q U E N T I N. How do you spell your surname? W R E X H A M. 3. What's your name? Takako Matsuda. How do you spell your first name? T A K A K O. How do you spell your surname? M A T S U D A. 4. What's your name? Fabien Leclerc. How do you spell your first name? F A B I E N. How do you spell your surname? L E C L E R C. 5. What's your name? Idoia Ruiz Martínez. How do you spell your first name? I D O I A. How do you spell your surnames? R U I Z. Then M A R T I N E Z. Xo'p, endi 3-chi mashqimizni bajarib bo'lgan bo'lsak, uni bir qator endi tekshiramiz. Mana sizlarga javobini chiqarib qo'ydim doskada. Javoblarni bir qator ko'rib chiqinglar. Mana javoblari. Ikkisi mana Quentin Wrexham deyapti mana. Bunda ham chalg'ituvchi joylar juda ko'p edi. O'ylaymanki, to'g'ri bajarishinglar. Beshinchida 3 tadan iborat edi. Ikki familiyasi
Ruiz Martinez. Ruiz Martinez familiyasi ikkita so'zdan iborat edi. Buni ham to'g'ri bajardinglar degan umiddaman. Endi javobini ko'rib oldinglar. Xo'p, mana. Bajardinglar, xatolarni tekshirdinglar. Endi yana boshqatdan yangi sahifa ochib, mana shu listeningini yana boshqatdan qo'yib bajarib ko'rsanglar bo'ladi yana. Undan tashqari spelling exercises, spellingga oid mashqlar deb Google dan qidirib, onlayn mashqlar ham bajarsanglar bo'ladi. Spellingni qancha yaxshi bilsanglar, bu o'zingizlar uchun juda katta foyda keltiradi. Endi keyingi mashqimizda sizlar sherik bilan ishlashinglar kerak. Practice spelling your name with a partner deyapti. How do you spell your first name deysiz. U o'zini ismini spell qilib beradi sizga. How do you spell your surname deydi. Familiyasini spell qilib beradi, siz yozasiz. Endi tabiiyki sizlar o'rtog'ingizlarda ism familiyasini bilasizlar, qanday yozilishini ham bilasizlar. Shuning uchun mashq yana ham samaraliroq bo'lishi uchun sizlar o'zingizlarga bittadan inglizcha yoki qaysidir boshqa chet mamlakatga oid ism familiyani ingliz tilida yozilishini topib, shu ismni o'zingizlarga olib, shuni spell qilib beringlar. U keyin siz aytgandaqa spell qilgandek ism familiyani to'g'ri yoza oladimi yo'qmi, keyin bir-biringlar shu tarzda tekshirasizlar. Bu samaradorlikni oshiradi. Navbatdagi mashqimiz quyidagidan iborat. Put the letters in the correct order. What's the country? Mamlakat nomlari harflar chalkashtirib berilgan mana. Siz ularni to'g'ri tartibda yozib, mamlakat nomini keltirib chiqarishingiz kerak. Birinchisi bajarilgan namuna tarzida, qolganini bajaringlar, marhamat. Bir qator mana javoblarni chiqarib qo'ydim, 6-mashqini tekshirib oling. Buni menimcha to'g'ri bajargansiz deb o'ylayman. Bu juda ham oson mashq edi. Endi keyingi mashqimizga o'tamiz mana. Read the letters aloud. What are they? What are they? Nima deb o'qiymiz bularni aytinglarchi? UK ni bilamiz, mana o'tdik. BBC ni bilamiz. US ni bilamiz. TV ni bilamiz. WWW, VW, NYPD, ularni mana shu bilganlarimizni ham bir qator hozir eshitib tekshiramiz. Ular nimani bildiradi? Marhamat. What are the letters? VW, BBC, WWW, UK, US, UAE, NYPD, PC, TV. Listeningimizda bularni faqat o'qib qo'ygan ekan, lekin mayli, shu tarzda talaffuz qilishni o'rganib olinglar. Men sizlarga bu abbreviaturalar nimani anglatishini mana doskaga chiqarib qo'ydim. Demak, VW bu Volkswagen va qolganlari mana UK, NYPD nimani bildiradi? New York Police Department. BBC mana British Broadcasting Corporation. BBC mana. Qolganini ham chiqarib qo'ydim. Bularni albatta o'rganib olib, daftarlarga ko'chirib olasizlar degan umiddaman. Xo'p, endi keyingi mashqimizga o'tamiz. On the phone. Telefon suhbatidan olingan keyingi mashqimiz. Listen to 2 phone conversations and look at the business card. Hozir e'tiboringizga ikkita telefon suhbati havola qilinadi. Sizlar uni eshitib biznes kartaga, mana biznes karta, ya'ni biz vizitni kartika deb qo'yamiz o'zbek tilida. Vizitni kartika, tashrif qog'ozi deymiz. Demak, tashrif qog'ozi bo'yicha telefonda suhbat bo'ladi.
eshitamiz, o'qiymiz, diqqat bilan tahlil qilamiz. Marhamat. On the phone. 1. Good morning. LaxCon International? Hello. The manager, please. Certainly. And your name is? Jose Gonzalez. How do you spell your surname? Gonzalez. Thank you. I'm connecting you. Hello? Sam Benting speaking. Good morning, Mr. Benting. My name's Jose Gonzalez. 2. Good afternoon. The King's School of English. Hello. Can you give me some information about your school, please? Of course. Your name is? Mayumi Morioka. Mayumi... Sorry, how do you spell your surname? Morioka. Thank you. What's your email address? It's morioka@mmdesign.co.jp. I'll email you some information today. Thank you very much. Goodbye. Mana demak eshitdik. Bundan biz o'zimizga juda ko'p manfaat olishimiz mumkin. Qanaqa qilib telefonda gaplashish kerak ingliz tilida. Mana ular qanaqa savollar berishi mumkin, ko'rdinglar mana. Nimalarni tayyor holatda tutishimiz kerak. Keyin shuni yana bir marta eshitamiz va quyidagi savollarga javoblar topamiz. Savollar mana 4 ta savol. What company is he or she phoning? What does she want? How do you spell her surname? What's her email address? Qani? Eshitamiz. On the phone. 1. Good morning. LaxCon International? Hello. The manager, please. Certainly. And your name is? Jose Gonzalez. How do you spell your surname? Gonzalez. Thank you. I'm connecting you. Hello? Sam Benting speaking. Good morning, Mr. Benting. My name's Jose Gonzalez. 2. Good afternoon. The King's School of English. Hello. Can you give me some information about your school, please? Of course. Your name is? Mayumi Morioka. Mayumi... Sorry, how do you spell your surname? Morioka. Thank you. What's your email address? It's morioka@mmdesign.co.jp. I'll email you some information today. Thank you very much. Goodbye. Mana yana bir marta eshitib chiqdik. Yana ham sizlarda to'liqroq ma'lumot bo'ldi. Endi birinchi savolga javob beramiz. What company is he phoning? Jose Gonzalez da birinchi qahramonimiz. What company is he phoning? He is phoning to LaxCon International. Chunki telefonni olib operator LaxCon International deb javob beryapti-yu, shu joyga qo'ng'iroq qilyapti. What does he want? He wants to talk to manager. U manager bilan gaplashmoqchi. How do you spell his surname? Familiyasini qanday spell qilasizlar? Mana familiyasi. Gonzalez. Yoki Z deyishimiz mumkin. Hozir Z deb o'rganaveramiz. O'zi United States Englishda agar bironta kompaniyaga ishga kirsanglar, Z ham deyiladi. Amerikancha variantda Z deyiladi. British Englishda Z deyiladi. What's his email address? Email address mana berilyapti.
gonzales.jose@suac.co.es. Keyingisini ham xuddi shu tarzda savol javob qilamiz. What company is she phoning? Qani birinchi o'zi javob beringchi. What company is she phoning? Yes, she is phoning to the King's School of English. What does she want? Some information about the school. Nimani xohlayapti bu ayol? Maktab to'g'risida ma'lumot. How do you spell her surname? Familiyasini qanday harflab aytib berasiz? Yes, correct. What's her email address? Email adresi nima? noryoka@mmdesign.co.jp. To'g'ri. Endi mana shu email aytayotganimizda nimalarga e'tibor berishimiz kerak mana sizlarga? Ma'lumotlar. Mana shu email elektron manzil belgisini ingliz tilida deb o'qiymiz. Nuqtani dot deb o'qiymiz. Com, mana com o'qiladi. Co bu domainlar, com bu commercial, tijoratga oid, asosan Amerikaning saytlari com bilan tugaydi va tijoratga oid barcha saytlar com domeni bilan tugaydi odatda. Bizniki o'zbek tilining O'zbekistondagi uz bilan tugaydi, bilasizlar. Co korporatsiyalar, UK domeni bilan Britaniyaga oid veb-saytlar shu domen bilan tugaydi. CA bu Kanada. Va boshqa domenlar mana turibsizlarda bir qancha domenlarni berib qo'ygan yonida. E'tibor bersanglar mana IT, EU, ES, FR katta ehtimol bilan mana shu Italiya, Avstraliya, ES Ispaniya, FR Fransiya. Xo'p, endi kelinglar listeningga oid yana bitta mashq bajaramiz. Listeningni eshitamiz audio yozuvni va mana shu berilgan emaillarni to'ldiramiz. Bu yerda emailni ba'zi qismlari berilgan, ba'zi qismlari berilmagan. Ular uni spell qilib beradi, biz buni bajaramiz. Marhamat, bajaringlar. Email addresses. 1. Your email address is pambola@btinternet.com. B-A... No, Pam. P-A-M. Okay. Pam. Bowler. B-O-W-L-E-R. Pam Bowler at btinternet.com. at btinternet.com. That's it. 2. Can you tell me your email address? Yes. harrylime@hotmail.co.uk. Harry Lime, all one word, At hotmail.co.uk. .co.uk. Great. Thanks. 3. What's your email address? paulmartin@wanadoo.fr. Paul Martin. M-A-R-T-I-N. Paul Martin @wanadoo.fr. Got it. 4. And your email address is? GlennaMiles@toronto.ca. Glenna Miles @toronto.ca. .ca. That's lovely. Thanks a lot. Xo'p, bajarib bo'lgan bo'lsanglar, mana sizlarga javoblari. Mana bu joyda juda ham e'tiborli bo'lishinglar kerak edi. Chunki spelling bilan pronunciation ya'ni talaffuz juda ham farq qildi bu mashqda. Ayniqsa birinchi gapimizda, birinchi emailimizda ko'rgan bo'lsanglar, Pam Bowler deyapti. Asli yozilishi mana bunday. B O W L E R.
Ko'pchilik shuni xato qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Mayli, mana ko'rib chiqdik javoblarini va uni tekshirib, listeningi bilan solishtirib, o'rtog'inglar bilan solishtirib, buni eslab qolinglar. Endi navbatdagi mashqimiz write your business card. Have your conversations with a partner. O'zingizni tashrif qog'ozingizni chizasiz, yozasiz. Mana sizlarga shablon turibdi. Shunga asoslanib kompaniyaga nom qo'yasiz, ism, familiya, telefon nomer hammasini to'ldirib chiqasiz. Keyin bir-biringlar bilan savol-javob qilasizlar. Qanaqa qilib savol-javob qilasizlar? Phone the bank deyapti. Masalan, bitta bankka telefon qilasiz, nimani xohlayotganingizni aytasiz. Mana shu berilgan dialogga o'xshatib, faqat ism, familiyani o'zgartirib, korporatsiya nomlarini o'zgartirib bajarsangiz ham bo'ladi. Mana ikkita dialog o'tdi-ku boya. Shularga o'xshatib qilsanglar ham bo'ladi. Marhamat, buni bajaramiz. Bajarib bo'lgan bo'lsanglar, shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi va 4-unit ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.